Yil necha edi buni? Yili 13 aka. 13? Ha. 1.6. 13 1.6 avtomat. Kapotlarni ochaymi bitta? Hali. Bitta oling-da, yaxshilab oling. Krom tonirovka ruxsatlari ham bormi? Bor aka, ruxsat. 4 ta yumshoq balon. Yoki anomi, linglongmi? Ha, 4 ta yumshoq balon Gentra diskalar bilan ekan. Yangi ekan hali diskalar. Yangi aka balon. Gap yo'q lekin. Kapotni bitta oching. Operator ko'rsin. 1.6 ideal holatda turibdi. Propan tabletkasi ham bor ekan. Holati yaxshi. Mana endi faralargacha yonib turibdi. Aka, kraskasi bormi? Kraskasi shu krilon uji bilan kapotida mayda petonchasi bor aka. Qolgan joyda chiqsa-chi? Aka, qolgan joylar даже karnizlarigacha toza. Bu joyda kraskasi yo'q. Boshqa joyda yo'q-da aka. Bo'ldi, gap yo'q. Mana keling. Ichlarni ham ko'rsating. Mana chexol qo'yilgan ekan yangi Evacor poliklarda aquaprint diamond qilingan. 1.6 va shu chotki holatda turibdi, rullarigacha tikilgan, lyuklari bor. Va holatlari propan tabletka. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? 8230 aka. 8200 demang, bu yoqqa keling endi. Kelishtirib qo'yaylik aka narxini. Hayır, moshin toza moshin aka. Zo'r, ko'rdim. Yurgani qancha edi? Yurgani 97 mimi shunday yurgan. 97 mi? Hali bir kurgan bo'lgan yo'q-a? Yo'q aka. Bo'ldi, chotka. Aka, narxini bitta kelishtirib ayting narxini. Narxini aka 8000 dan past ayting, men ham so'rayman keyin. 7800 qo'ying. Mayli aka. Mana qarang, 7700 qo'yamiz. Yana birovni o'tib berasiz lekin. $7700, lekin 1 so'mdan ziyod qo'ymayman. Yana lekin birovni o'tib berasiz sunnatiga. Sunnatiga birovni o'tib berasiz. Mayli aka. $7700 dan. Yili? Yili 13 1.6 motor. Eng oxiri chiqqanda Eng oxiriga chiqadi. 4 ta yumshoq balon diskalarda tonirovka ruxsatlarigacha tayyor, optira zadniy stoplar qo'yilgan. Original